Ey uka, aka-ukalik oqibatimiz tugapti. Nimasini aytasiz? Jigar urib indamagan shu narsani. Uka erkakmisan? Labzing bormi o'zi? Uchoga deb olganding. Yo pulini berasan, yo mashinani keltirib berasan. Aka pul bir joydan keladigandi, kelmayapti. O'shanga ishonib qolgandim men. Men bilmayman, xullas kalitni ber. Mana aka lekin ozgina sabr qilib qo'ygansa bo'lardi. Sabrni katta holan qiladi. Men naqma-naqaga gaplashaman. Aka to'xtangda. Ukamning qarzi qancha edi? 2000 qolgan, nima edi? Mana aka, o'sha 2000 pul mashinaning kalitini bering. Hey o'g'il bola, ish mana bunday bo'pti. Mana kaliti. Na mashinang. Aka ukasi bor odam. Ajdaniyaga mashina olmaydi. Uka, bir og'iz maslahat qilmabsan. 3 ta aka-uka bo'lib bitta mashina ola olmaymizmi? Akalarim rahmat borlaringga shukr. Bilardim meni yonimda tog'day bo'lib turib berishlaringni, lekin sizlarni qiynagim kelmagandi-da. Jayanga sovchi kelibdi. Akaman to'y boshladilar shekilli. Meni ham o kunga pulim kelgandi. Kakras akamga ham to'yga ishlarganda, to'yga nasib ketdik unda. Aka, Kelinglar ukalarim. Assalomu alaykum aka. to'ylar muborak bo'lsin. Onasi bitta choy qo'yib yuborgan ukalarim keldi. Kenglar bu yoqqa. Yo'q aka, shart emas, maslahatga keldik. Keyin o'rabon qo'yavering. Aka kecha jiyanga yaxshi joydan sovchi kelibdi. Berdingizmi? Maslahat ham qilmadingiz? Ha endi uka, kecha sovchi keldi. Juda yaxshi oila ekan. Qizimni bergim kelib turibdi. Pulim bor, yo'q emas. Endi to'y qilay desam, uyda ahvolini ko'rib turibsan. Remont qilay desam, to'yda puli ishlab ketib qolyapti. Ularning maqsadi shu 1-2 oyda to'y qilish ekan. Endi men 1-2 oyda uyda remont qiladigan bo'lsam, imkoniyat qila olmayman. Aka, bu nima deganingiz? Remonti mendan. 3 ta aka-uka bir bo'lib bitta to'y qila olmaymizmi? Yaxshi joydan chiqqan bo'lsa, tenga chiqsa tekinga berdik. Remontga kelsa aka, siz remontdan xavotir olmang. Meni bitta tunkafonchi tanishim bor. Qo'shnim uyini tunkafon qildirdi, qizini ham chiqardi, o'g'lini ham uyladi. Hali ham yangi deb turibdi. O'shaning uchun o'shani gaplashamiz, tunkafonchi keladi, hamma joyini tunkafonni qilib chiroyli qilib beradi. Bu yoqdan siz xavotir olmang. Aka, sizda bo'lsa 1 oy oldin mashinamga pul bergandilar. O'shanda aytgandim, pulim bor keladigan dedim. Mana o'sha pul keldi aka, to'yga nasib qilgan ekanda. Jiyanimni mebellari mendan o'zim qilib beraman. Ey ukalar, to'g'ri, bizga ota-onamiz mol davlat, yaxshi sharoit qoldirib ketishmadi. Lekin bizni yaxshi tarbiyalab, bir-birimizga oqibatli qilib ketishdi. Vaqtlar o'tib tushunyapmanki, ota-onamiz bizga qoldirib ketgan shu tarbiya, o'sha qoldirib ketishi mumkin bo'lgan mol davlatdan qudratliroq edi.